Yomon bo'lgan, yomon bo'lgan. Qo'shnilar yaxshimisizlar? Jimmisizlar? Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Sizmisiz? O'chga oldinglarmi? Kiringlar. Seni Mashankiga qo'shib borib, cho'ta nitoda. Men ham shuni aytyapman-da. Yoqmayapti yurishdi. Shu qancha pul olyapti? To'g'ri. Men hozirgi zamonda qanaqa qilib mashina olish mumkin? Cobalt yana yangi. To'g'ri. Bu anaqa ish qilmasa ololmaydi-yu. Uyini ham $146,000 olibdi. 146 ming? 146,000. Odamlar bir umr ishlab topolmaydi. Qarab birgina bizga indamasdan kirib ketyapti. Sog'lik yaxshimizlar deb qo'yib ketyapti. Yaqinlashmaslik kerak bu bolani. Yaqinlashmang. Samonlarni olib qo'yish. Hopma, yomg'irda qolmasin. Chiqdingmi? Nimcha olib ketdik. Chiqaman-da, uyda ish ko'payib ketdi. Xotinlarga o'xshaysan 1 soat keyin. Xotinlar deganingga xotinlardan so'radim anu yangi qo'shni haqida. Yangi qo'shni bor, to'y ishlab shug'ullanar ekan, anom bilan shug'ullanar ekan. Nima pash? Keyin o'zini uyi ham o'ziniki emas ekan. Kreditga bo'lib to'lashga olibdi. Ko'rdingmi? Nima pash? Keyin anu o'zini xotini bor, o'zini xotini emas ekan. Ikkinchisiga bu. Nima pash? Pash deysan. Nima ko'ting kuyaptimi? Assalomu alaykum, qo'shni yaxshimisiz? Yaxshi. Chichib qo'ydimi? Qattiq urmaysizmi?